Salam hurmatli obunachilarimiz. Bugungi yakunlangan ishlarimizdan birisi Lada Priora. Bu mashinamizdan chiq kasal bilan keldi. Bu mashinamiz BSM yonib ketgan, kompyuteri kuygan. BSM nolaga javob berib turadi bu mashinada avval radnoyinda. Steklopodъемник ishlamaydi. Aynası Lada Priora minib yurganlar biladi. Biz etdik, buni bu yoqqa chiqarib berdik. Даже подсветкаларni ulab berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Ko'taramiz, tushiramiz. Bu yog'imizni buni ishlab turibdi. Keyin ikkinchi nuga javob beradi поворотникка. Mana ko'rib turganlaringizdek. Pоворotlarimizni ishlab turibdi. Bu onga chepga yakka qadar ishlaydi. И plus tak. Avarinkasini поворот o'chiramiz. Endi даже avarinkasini ham qilib berdik. Ko'rib turganlaringizdek, avarinkam ishlab turibdi. Avarinkasini spesialniy qildik, чтобы ballar, nelar o'ynagan vaqtida bilmas uchun meni o'tirib bosib ketmasin deb, короче, zamok ilib bo'lsa ishlamaydi. Keyin bu mashinamizda dalniy yo'q edi, hozir mana ko'ribsizlar, margat. И стеклоочиститель. Yani BSM'ni qo'ldan ishlatib ko'ramiz. Shu ishlar qilindi bu mashinamizning. Endi klientga berishga tayyor bo'lib turibdi. Aslida bilasizlar, mana bu yoqdan ishlash kerak. Steklopodъемник. Buni ko'pchilik ustalar, endi toza boshlagan elektriklar ko'pchilik qiynaladi, ham zapchast muammo bizlarda. Biz ham bu yerda zapchast muammoroq, именно Prioraga. Даже BSM topolmadik, o'zini tushatan 3 xil BSM bor ekan, bunga to'g'ri keladi. To'g'ri keladi emas, bu mashinaga tushadi. Bu Lada Priorada 3 xil BSM bor ekan, shu именно bizga to'g'ri keladi, topolmadik. Yani shuning uchun ham qo'ldan ishlashga to'g'ri keldi. Relini blok yasab qo'ldan mana hozir ko'rsatgan funksiyalarni hammasini ishlatib berdik. Xabarlashaversa nomer qoldiramiz.